Sure Rahman tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Mehriban Allah Kur'an'ni ta'lim berdi. Onu hifz kılışını ve düşünüşünü asanlaştırıp berdi. İnsanni yarattı. Onunla maqsadını uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Kun bilan ay o'z burujlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. O't cho'plar, dal-daraxtlar sajda qiladi. Ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. Allah osmonni egiz yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliklari uchun Allah tarazini bekitdi. Allah osmonni egiz yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliklari uchun Allah tarazini bekitdi. O'lchamda adil bo'linglar, tarazida kam bermanglar. Zaminni kishilarning foydalanishi uchun yaypon qildi. Zaminda meyveler, bo'g'inliq xo'mlar bor. Samini bor donliq ziroatlar, xushbo'y o'simliklar bor. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Allah insonni, ya'ni otanglar odamni cheksiz jaranglaydigan sapaldek quruq laydin yaratdi. Jinlarni o'tning yalqinidan yaratdi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? U ikki mashriq, ya'ni kun bilan oyning chiqadigan ikki joyining Rabbidir. İki mag'rib, ya'ni kun bilan oyning patadigan ikki joyining Rabbidir. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? U ikki dengizni, biri tatliq, biri ochiq oqquzdi. Ular uchrashidi. Ularning orasida to'sma bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Ulardan marvoyit bilan marjon chiqadi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Dengizlarda qatnayotgan tog'dek kemilar Allohning ilkididir. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Azimatlik va keramlik Rabbingning zoti mangu qoladi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Ya'ni hamma Allohga muhtojdir. Allah har kuni bir holatdadir. Ya'ni Allah har vaqt vujudga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turdi. Ahvollarini yengilab turdi, mahluqotlarni paydo qilib turdi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Ey insonlar va jinlar jamiyati, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob ilishga yuzlanamiz. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Ey jinlar va insonlar jamiyati, agar sizlar osmonlarning va zaminning chegaralaridan o'tib keta olsanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olasizlar. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar?
qiyomat kuni sizlarga qiziq o'tning yolqini va tutuni avatiladi. Sizlar o'zinglarni qo'g'diy olmaysizlar. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yerilgan chaqda, osmon davzaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdek bo'lib qoladi. Qizil chamdek bo'lib qoladi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Bu kunda hech bir inson va jin o'zining gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohlarining alohida alomati bo'lganlikdan mundaq so'rashga hojat bo'lmaydi. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Gunohkorlar o'zlarining yuzlari qora, ko'zlari ko'k bo'lishdan iborat belgilaridan toniladi. Ular ko'killaridan va putlaridan tutilib do'zaxga tashlandi. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. Bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. Ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblanadi. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Rabbingning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga ikki jannat bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Bu ikki jannatda turli mevelik daraxtlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? U ikki jannatda eqib turadigan ikki buloq bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? U ikki jannatda har mevadan ikki xildan bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ular astarlari qalin tavardan bo'lgan to'shaklarga yo'linadi. İki jannatning mevasi turgan, o'ltirgan, yotgan odamni uzalaydigan darajada yaqindir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? U jannatlarda erlaridan boshqalarga qaramaydigan, erlaridan burun ular bilan hech inson va jin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Go'yo ular suzuklikda yoqutdir, oqlikda marvoyitdir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Yaxshi ish qilguvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? U ikki jannatdan tovanroq ikki jannat bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? U ikki jannat yop-yeshildir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? U ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? U ikki jannatda mevalar, xurmolar va anorlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? U jannatlarda chiroyli xotinlar bor.
Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? Ular cennetning chidirlarida mesture hürlerdir. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? Erlerden ilgiri ularga hiç insan ve cin yaqinchilik qilmagan. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? Ular yeşil yastıqlarga, chiroyli besatlarga yulangan holda istirahat qiladi. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? Azimatlik ve keremlik Rabbingning nomi mübarektir.